Yurtimizda tadbirkorlik faoliyati uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Bundan to'g'ri va samarali foydalanayotgan yurtdoshlarimiz ham o'zlariga ham jamiyatga naf keltirishyapti. Biroq afsuski, daromad ilinjida qonuniy talablarga zid harakatlar ham sodir etilyapti. Bosh prokuratura hamda O'zenergiya inspeksiya hamkorligida Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida o'tkazilgan tadbirda parrandachilik fermasida nostandart uskunalar orqali tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelinayotganligi aniqlandi. Natijada gaz ta'minoti korxonasiga 862 million so'mlik zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida fuqaro o'ziga qarashli novvoyxonada hisoblagich o'rnatilgan joydan tashqari yashirincha montaj qilish orqali tarmoqqa ulanib tabiiy gazni noqonuniy ishlatayotganligi ma'lum bo'ldi. Gaz ta'minoti korxonasi 498,7 million so'mlik zarar ko'rgan. Xorazm viloyati Hazoras tumanida ham xususiy korxonaga qarashli qurilish obyektida elektr energiyasini hisoblagichsiz ishlatilayotganligi fosh etildi. Ushbu qoidabuzarlik natijasida elektr ta'minoti korxonasiga 2 milliard 917 million so'mlik zarar yetkazilgan. Barcha holatlar bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda.